yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda ishonchli va garantiyali turfirma orqali Umra ziyoratiga otlanyapsizmi? Mana shu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil iyul oyiga Umra narxlari necha pul bo'lyapti va shart-sharoitlari qanday bo'lyapti? Shular haqida batafsil ma'lumotlarni Ahror Beda o'zlaridan olib, sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Ahrorbek, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Assalomu. Mana xudo xolasa iyul oyini ham 3-4 reyslari chiqdi. Ya'ni xudo xolasa juda ham ko'p ziyoratchilarimiz mamnun. Shart-sharoitlarni o'zim ham ko'rdim, juda ham chiroyli holatda yurishibdi. Hozirgi kunda Ahrorbek qachon va qayerdan reyslarimiz yo'lga qo'yilgan? Shular haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Hozirgi kunda reyslarimiz haftani har seshanba kuniga Toshkentdan Jiddaga, haftani har chorshanba kuniga Farg'onadan Jiddaga reyslarimiz bor. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri reyslar haftaning seshanba kuni Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha va chorshanba sanasiga Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslar yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa. Demak, hozirgi kunda mana shu har haftada bemalol o'zlariga ma'qul kelgan sanaga joylarni bron qilishlari mumkin ekan, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari shart-sharoitlarimiz haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz, ya'ni safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi, shularni ham bir aytib o'tib ketsangiz. Safarimiz xudo xolasa 14 kunlik safar bo'ladi aka. Madinada bo'ladi, Makka Mukarramada bo'ladi aka. Gastinisalarimizni oraliq masofalari Madinadan 200-300 metr chiqadi. Shu xolos. Makkadan bo'lsa 700 metr oraliq masofa chiqadi. Demak, bemalol piyoda borib kelish imkoniyati bor, xudo xolasa. Avtobuslar yo'q. Aka, Makkada avtobus yo'q. Piyoda 2 minut, 3 minutda yetib olsa bo'ladi aka. Bemalol 700 metr xolos oraliq masofa aka. Madinada 200-300 metr oraliq masofa. Ya'ni markaziyada bo'lar ekanda, demak, xudo xolasa. Gastinisalarimiz 400 yulduzli gastinisalar aka, xudo xolasa. Ovqatlari bo'lsa aka, o'zbek milliy taomlar Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek oshpazlari, o'zbek milliy taomlari xudo xolasa berishadi aka. Xudo xolasa. Ya'ni hozirgi kunda 14 kunlik safar mobaynida 50 boshlab billa borib billa keladimi yoki u yoqda kutib olishadimi? Kutib olishadi. O'zlari kutib olishadi. Maxsus 50 boshlar o'zlari kutib olib, 14 kun olib aka bechiklarini berib, o'sha yerda hamma narsalarni, yo'l-yo'riqlarni ko'rsatib o'zlari nima qilishadi, qarashadi aka 50 boshlar. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib joylaringni bron qilishlaring mumkin. 12 ta viloyatdan bemalol telefon qilaverasizlar. Toshkentdan ham reyslar bor va Farg'onadan ham reyslar bor, do'stlar. Hozir aytib o'tib ketilgan sanalarga qabullar davom etmoqda. Xo'p, Ahrorbek, yana bir narsa, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan beriladigan savollardan biri bu, mana shu video boshida ham yana aytib o'tib ketsak, ya'ni Toyif shahriga ham sayohatlar yo'lga qo'yilgan ekan. Ya'ni bir barakaga 2 marta umra qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bir marta to'lov evaziga 2 marta umra qilsa bo'ladi, xudo xolasa. Demak, tushunarli. Hurmatlarimiz aslida aka 10 dan ko'p o'zlarining. 10 dan ziyod. 10 dan ziyod sayohatlarimiz bor. Bonusiga aka Qizil dengiz sayohati ham bor ekan. Qizil dengiz ham qo'shib beriladi, xudo xolasa. Dengizni qo'shib beriladi bonusiga. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Xudo xolasa Centrum Holidays bilan agarda siz ham oldin mana shu turfirmada borib kelgan bo'lsangiz, pastda kommentariyada fikrlarini yozib qoldiringlar. Qanday sharoitlar bo'lgan va shart-sharoitlar qanday bo'lgan, keyingi ketmoqchi bo'lgan mijozlarga ham sizning fikringiz juda ham muhim rol o'ynashi mumkin. Shuning uchun albatta yozib ketinglar va bizga obuna bo'lib, kuzatishda davom etsalaring, yangiliklar, super aksiyalar hali oldinda, do'stlar. Ahrorbek, hozirgi kunda 14 kunlik safarning narxi necha pul bo'lyapti? Hozirgi kunda 14 kunlik umra safarining narxi 50 dollardan bo'lyapti. Toshkent ham Farg'ona ham bir xil. 1050 dollardan. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi, Ahrorbek? To'lovlarda aka o'zlariga yaqin bo'lgan bank nimalarida, ofislarda shot raqam beramiz. Aloqaga chiqsa Telegram, WhatsAppda o'sha shot raqamga tashlab berishaveradi. Agar
yaqinroq bo'lsa ofisimizga kelib bemalol to'lov qilishsa bo'laveradi. Ha, ya'ni rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda siz Farg'ona Marg'ilondan kuzatayotgan bo'lsangiz, bemalol rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Xudo xolasa chegirmali narxlarda qilib berasiz, telefon qilishsa. Agarda Xudo xolasa musofirda kuzatib turgan aka-uka opa-singillarimiz bo'lsa, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bog'lanishlari mumkin do'stlar. Bizni kuzatib boringlar, siz obunachilarimizga to'liq batafsil ma'lumotlar ekrandagi raqamlarda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat Ahror bey. Rahmat.